Assalomu alaykum xodimlar. Men Xovos rayoni 62-razyezddan kelganman. Davolanishga organizmning oyoqlarim, modarlari qurib, yurish qiynalib qolgan sababi keldim. Mustaqil vrach meni qabul qilib oldi. Mana bugun 13 kun bo'lyapti. 13 kundan beri menga davolayapti. Dori-darmonlarni beryapti. Yaxshi qilyapti. 4 mahal ovqat beryapti. Dori-darmonlarni o'z vaqtida menga davolayapti. Hammasi yaxshi. Sharoitlari juda zo'r. Mana yuvinish xonasi, hojatxona deysizmi, dush deysizmi, hammasi muhayyo. Shunday sharoit zo'rki, gap yo'q. Men Toshkentlarda ham katta больницаlarda bunaqa sharoit ko'rmaganman. Bu sharoit juda zo'r. Hamma narsa muhayyo. Ovqatlarni aytmay 4 mahal ovqat. Vrachlarimiz Xudoga shukr hammasi yaxshi qarayapti. Medsestralarni aytmaysizmi? Hammasi yaxshi ukollarni qilib davolayapti. Kamchilik yo'q, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Mana endi bugun 10 kundan oshdi, endi yaxshi bo'lib qoldimi? Xudo xolasa javob bermoqchi bo'lib turibdi, javob beraman deyapti. Endi Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsam, javob bersam uyga ketaman. Olib chekga. Jamshid bilan men bilan hojiga borganman. Birinchi bu arigilarda biz hojilar g'ishini qo'yganmiz, kelibdi. Bu больницаning g'ishini birinchi bizning hojilar qo'ygan. Duo berganmiz kelib turib. Mana shu yaxshi bo'lsin, xalqqa xizmat qiladigan katta kasalxona bo'lsin deb duo qilamiz. Xudoga shukr, mana hammasi amalga oshdi. Hamma sharoitlar bo'ldi. Hammasi yaxshi. Shunchalik yaratib qo'yibdi. Doktorxona ochib qo'yibdi. Xalq davolanyapti. Hammasi rahmat deb ketyapti. Gap yo'q. Hammasiga.